Salam ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, san'atsuyar do'stlar. Huzuringizga eng yangi qiyofat sunilg'ini Xinjiang kandidat biopantexnik sodi chekish shirkati tajdorligini olgan Mavlana studiyasi va Unum mediasi birlashib ishlagan kandidat muzik sorun programmasi. Men bu sam program riyosatchisi Zilola Mamat. Oy, ben Cevlan Rızmanbet. Avazınız vang yaman çıngo, adam ba deb poşil qılıvatsizde. Adimizmi bor? Mening adamchimi deb qo'yay. Oy. Hem akamning hem ayoli hem adam bo'ldi mana kishi. Mening adam shunami? Ayrımçılık qilmaymiz bu programda. Chaq. Biz bu sam programımızda alayda bir mehmonni taklif qildik. To'g'ri. U ovozining mungi bor, chiroyli ijodiy kuylarimiz bilan hammamiz yaxshi ko'rib, naqshlarini anglaydigan bizning ko'p qirliq san'atkorimiz, suyumlik hadimiz Sodiya Ay Mahmud Adam qarşılamız. Salam ekran oldidagi suyumlik ko'rurmanlar. Men Sodiya Ay Mahmuddan hammanglarga sig'inishlik salomlar bo'lsin. Chiroyli ovoz ya. Ovoz mek chiroyli. Naqsh etmasmi, gapirmas adam huzurlaniki adamning ovozi. Naqshni anglaydik, kichikimiz. Ben kichikimdan siz anglamdingiz, o'cha to'g'ri kichiksiz. Kichik bo'lsam-mu esimda bor naqshlari. Herhalde g'ingishib boqamsiz ya. Programımızı başlaştım burun. Bugünkü hissiyatınızı bir anlap baksam. Bugün yeni kandidat biopentexnika sodi chekish shirkati tajdorligidagi mushu Mavlana ansambli ham Unum mediasi birlashib ishlagan mushu muzika soruni nomli bu alayda programmada sizlar bilan birga o'tirib to'liq xursand bo'lyapman. Rahmat adam, xush keldingiz. Bizni ko'rib pek hayajonlandik adas. Lekin endi bugun savollar qanday? Mavlankam qani savollar. Mavlankam kasb bo'lmaydi hozir. Mavlankam kasb bo'ladi, o'rindiq tushib qoldi deysiz. Unda bo'lsa, Sodiyada hammamizga ma'lum siz naqshini nayt chiroyli aytgandan sirt chilunimi pek chiroyli chalasiz. Sizni haqiqatan mu ko'p qirliq san'atkor desak ortiq ketmaydi. Undaqda siz chiluni bekrak yaxshi chalaman deb o'ylamsiz yoki naqshini chiroyli aytma deb o'ylamsiz? Oy, masum tezki. Sal jini bor. Sen jini bor. Bek qiyin savoldan birini qo'yib qo'ydingiz. Hamda bu savolga shu ko'rurmanlar, tomoshabinlar javob bersa, texmo yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Mana gap bormi? Hamda men mani yaxshi qilaman, mani bekrak yaxshi qilaman deyishni men bu savolga javob berishni toza to'g'ri ko'rmadim. Lekin endi cho'qim javob berasiz deb turibsanglar, men ozroq o'zimning o'ylaganini deyman-da. Mening san'at shu yerda o'qigan kasbim chelo. Lekin men mush kichik vaqtimdan tortib, ailamiz san'atkor ailasi, mush dadamning ta'sirida, mush 3,5 yosh vaqtlarimda mush dadam rejekti tankash qilib, o'zimning bir unalg'i lentida aytgan bir lentam borda. Muşu dağlıq naqşçılarımızdan Aytulla Ala, Gülbara Mut qatarlıq aşı radiodan anlap muştaq bilib alğan naqşçılarımni şundaq aytib dikenmen. Hem de kichikimdan raskem desem naqş aytishni bek yaxshi ko'ratdim. Keyin muşu dadamning tavsiyasi bilan cho'qim bir ko'p qirliq bo'lishimni umid qilibdi hozir o'ylasam. Şununla mesela şu yanda cello kasbida o'qidim. Endi mushu xeyli vaqtgacha o'ylagandim, bu muzika bek tez kasbgan. Deb endi mushu naqsh kasbini o'zim kichigimdan tortib bek yilqi bir qilib kelgashkimu menga muzika chelish, mushu cello kasbini cello endi Yevropa chalg'isida chelish menga raskem desam xeylilam tez tuyulgandi. Hem naqsh aytishni endi ba'zi o'zimninki mushu bir tiyanfu tabiiy talantim mekin deb qalatdimchu. Şunun xeyli yillargacha mush oldingi mush necha yillargacha men yana cello qaraganda naqshini yaxshiroq aytma, qiynalmay bir xil yaxshi ayta olayman deb o'zimga ashna o'ylaydim. Lekin mush 2-3 yil bo'lib qoldi. Mush cello chelishchatdimu bir o'zim bir qo'g'lashgan, o'zim bir yetmoqchi bo'lgan, ashundaq bir kichik bir narsalarni bir topgandek bo'ldim. Şununla hazır cellonumu xuddi naqsh etsam qanchalik kelishib aytgandek, ama cellonumu shunchalik ichi kirib, o'zim texmi bir yaxshi ko'rib chaldigan bo'ldim. Şununla endi
Naqşinimi yaxshi aytaman. Bundan keyin chelonimi teximi payz çaldıgan bo'kitdigandek qilman. Rahmat. Kim degan peyzi Ha. javob bo'ldi. Demak, Bu chilon degan endi bilmaydiganlar bor emasmi? Skripkaning yo'yoz shuga ada. Ya qo'yib qo'yib. Bu da teaching deydi. Da Lekin teaching. endi biz Uyg'urchada da teachingdan bevositalam tarjima qilib cho'ng skripka deganmizmi? Lekin Evet, çoğunuz. bu italyancha shu dunyoviy o'rtaq atalg'usi cello. Shunga to'g'ri atalishi yana cello deb. Chilon deb. Bilib oldik, ha? Mana. unda xususan san'at hayotingizdagi tunji ustozingiz dadingiz shunaqa. Shu. Andaki Mevlankammu. Shu. To'g'ri. Men shu ustozdan qutulib, yana bir ustozdan qutuldim shu. Yaxshi hamkorlashuvchisi. Qo'ymamdan ish qilib. Qo'ymamdan. Atirgulning tunji go'zalligi uning g'unchisiz ko'rilganidek To'g'ri. odamning eng tatliq mezgili dal uning bolaligidir. Undaqda mush balaliq tilga ilinib qoldi. Sudiyada bir savol bor. Balaliq vaqtlaringizda siz sahnalarga chiqib, nurg'un naqshlarni etibsiz, sahna ko'ribsiz. Bu jarayonda kichikchilikda yoki haddidan ziyoda jiddiylashib ketganlikdan sahnalarda ancha-muncha yuz berib qolgan bir qiziqarli voqealiklar bormi? Bu shaxtda bir paranlasak, Qo'ymamdan. Kichik vaqtimdan tortiblar sahnada naqsha aytib, shunda ko'ngashkim var. Naqsha aytsam, qat'iy bir jiddiylashish yo'q menda. Balkim shu kichikimdan chiniqqanning sababimikin deb o'ylayman. Bir 8 yosh vaqtimizda shu Qumulninki ishchilar madaniyat saroyi deb bir klubi bor-da. Shuningda bir o'yin bo'ldi. Pastda bakchiq odam. Men bir muqam aytdim. Mush muqam aytib, endi men u vaqtida sal jiddiylashib ketib, xotinimda konopkasi batdi u vaqtlarda ko'tarib astamda qildigan. Shu konopkasini ochmay qopdi men. Endi mush muqamim tugigacha bu ovoz yo'q qilqichu. Shu tankashning lam ovozi bor. Lekin men bak esimda ilqi ma'nosini ash konopkasini ochmagan o'xshayman deb to'pi ko'tarib baqdim, lekin yana ham ovoz yo'q. Shu muqaddimani aytib bo'lishimga mashadagi shu ovoz tangshiguchi bir dadash o'xshaydi. Chiqib mikrofonimni o'ngshab berdi-da, shu konopkasini qildi. Ham uning oldida o'zim u konopkani ochgandim. Shuning bilan ovozim bong tanglam chiqdi. Pastkilar shundaq gildiras bir alqishlar bilan shundaq bir chavaq chep ketgan. Lekin ham shu muqaddimani aytib tugitib bo'g'icha bu ovozim qayerdan chiqadi deb pastki tomoshabinning jihligida hamma yuragim selib shunchalik jiddiylashgandim. Shu bolalikdagi bir isim kelib qoldi. 8 yosh vaqtida muqam degan, ha? Oson gap emas. Javlan, agar shu vaqtda siz sahnada naqsh etib, mushta ahvol sizning beshingizga kelgansiz, qanday qilardingiz? Dumni tushdim bashar. Bu kirishi qilib, yog'olada yig'lab, opa ketayli deb. Yig'laydiq shu, ha? Yig'laydigan ishlar bu. 8 yoshda kichik vaqtlar. 8 yosh vaqtingizda aytgan bo'lsangiz, Sudiyada haqiqatan muqam degan kuch talab qiladi, ha? Hada siz qumullik ekansiz-da. Qumulni men bir eg'iz gap bek yaxshi ko'rmay. Bo'g'im degan gapchi. Bo'g'im degan gap yaxshi ko'rgan inisini bo'g'im. Ikkingizda bo'g'im mening shu. Bo'g'im, to'g'ri, rahmat. Yaxshi ko'rgan inisi singlisini bo'g'im. Inisinglarni bo'g'im deydi. Bo'g'im. Ilgari sizni sahnalarda ko'p ko'ratdik. Chiroyli naqshlaringizni va ijodiy kuylaringizni jiq anglab turatdik. Mush yaqindan yoq Sudiyadan toza chiqmaydigan bo'ldi. Ya Mevlankam chiqamatamdi, ya boshqa bir xizmat munosabati bilanmi mushaqda bir to'xtalib o'tsak. Endi Mevlankangiz kasbimni bak qo'llaydi. Abay dedik. Mening yana bir ustozim deb. Mush 2 yilning oldida men bir hayotimdagi bir cho'ng bir burilishni qilib qoldim. Burun Şinjan Köy Suyer Orkestrida mush muavin bosh chalg'uvchi bo'lib ishlagan. Endi hozir mush Mevlana san'at darsxonasida cello dars o'tib, cello o'qituvchilarini qilyapman. Endi mush gapimda ham tushungansizlar qanday o'zgarish bo'lganini. Bu yarını yarlao yen yarbamu Kürüngen tağda karbamu Kürüngen tağda kar bulsa İretkeni erbamu Vay. Pek chiroyli. Mongu chiqib ketdim jumuman. San'at haqiqatan jonning o'zqi deb bizga jon beryapti ham ana shu. Mushu ozuqladimmi ozuqda? Biraz
Hoş. Cevlan emdi. Yeni naksını anlamdık. Yeni naqsın edimizin elbet anlayımızda. Anlaylı. Anlaylı, Onda ey. sahne sizge kaldı ya da. Buludu. Bugünkü programmaga men enim muhabbet memtimin icadiyetlerden Köngülgü söz degan temizteki nakşamını ep geldim. Hem bu nakşınınki teksti doğrusunda bir azırak uçuru belgim var körülmellerge. Bu nakşını Mevlan Efendi torda nakşının tekstini ya torda uçurtup kaptı. Nakşının teksti belki de yaxşı yazılgan tekstke. Bu şiir yazgan açımız şu Kumul'nınki Artürk nayesideki bir şaire bir açımıznınki tekstken. İsmi Reyhangül Hocabdol degan. Şunun bilen muşu yazılgan, muş çıraylık tekst sinilgan muşu nakşını körülmellerge ep geldim. Rahmet. Bir tınışaylı ya. Anlaylı. Kandidat ishlatganda notanish erlardan ehtiyot qiling. Nima kapti bunchalik charchab kelar dunyo ketar dunyo bu nima kapti hammaga qaqshab o'ltir birdan quyosh nurida tatli qasnab ko'zingni qisib dimog'ingni qo'shib naqsha et chimlarga yuzingni yiqib Xiyal sürüyen yağmurunu tınşap Sen özün sen dünya aslida Et nakşamını özünge ata Oldur birden quyosh nurida Tatlı qasnab gözünü qisib Dimog'ingni qo'shib naqsha et chimlarga yuzingni yiqib Keep
Rahmet Sudiye'de nakşınızını pek çıraylık çıkıptı. Biz pek yaktırıp aldık. Alamet qilib. Rahmat. Bugün pek çıraylık bir söhbet buldu. Bir günlerde oturup şu çağlarda dep kaydı esisek mi? Bir xil suyunup kaldıgan ha. To'g'ri. Ha Cavlan endi Sudiye'den mi? Kurup kaytasak bulmaydı. Endi uni o'zingiz bilasiz. Suriyadagi qaysi bizning kandidatniki? Dağ düşüdüğün bir kozur meselatta. O bulsun şu Şincan kandidat biyopentexnik sodi çekti şirketi işlep çıkargan koenzim 10 sağlamlık mahsulatı. Vay. Bu mahsulat adam bedeniga qabul qilingan qanit, oqsil, yağ qatorliqlarni energiyaga va oksigenga aylantirib berdi. Şunu buni Javlanga o'xshash chiniqdiganlarga, sizga o'xshash bulbuldek ovozi bor naqshchilarimizga tavsiya qilsak olaydi yaxshi bo'g'dek. Ko'ngil so'g'imizni qabul qiling. Rahmat, sizlarga rahmat. Javlan, siz bering. Menmi quruq nim qilsam bo'lmaydi. Mana siz birini bergan bilan biz shu kandidatniki chosh yo'q suyuqlari shu odamniki qandaq baholar erishaki bu mahsulotlarni. Az bo'lsin To'qim ko'nglimizda. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga. Sizin javob chekdingiz. Javob chekdingiz. Rahmat. Rahmat.